Assalomu alaykum. FIFA Jahon Chempionati 2026 finali va nihoyat yetib keldi. Ispaniya va Argentina bosh sovrin uchun maydonga tushadi. Bu uchrashuvda millionlab futbol muxlislari intiqlik bilan kutmoqda. Argentina o'zining hujumkor va g'alabaga chanqoq o'yini bilan finalgacha yetib keldi. Ispaniya esa to'p nazorati, tezkor paslar va jamoaviy futboli bilan raqiblarini mag'lub etib, final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Har ikki jamoa jahon chempioni bo'lish uchun bor kuchini ishga soladi. Final juda keskin va murosasiz o'tishi kutilmoqda. Uchrashuv 19-iyul kuni bo'lib o'tadi. O'zbekiston vaqti bilan 20-iyul soat tungi 00 da boshlanadi. Sizningcha ushbu tarixiy bahsda kim g'alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Argentina yoki Ispaniya? Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Futbol olamidagi eng tezkor va qiziqarli yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun Jasur Nur kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.